Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir inson bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari va pensiya masalasida yordam berib yuradigan barcha odamlarga tegishli. Chunki bitta kichik xatolik, bitta beparvolik yoki bitta noto'g'ri tushuncha tufayli pensiya kechikishi, karta bloklanishi, pul yechib olinishi yoki odam o'z haqini vaqtida ololmay qolishi mumkin. Men sizga bugun kartaga pensiya olishda nimalarga e'tibor berish kerakligini, oldin qanday bo'lganini, hozir nimalar o'zgarganini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar esa bemalol davom ettirishi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim maslahatlar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot boshqa pensionerlarga ham yetib borishi kerak. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd pul shaklida olardi. Masalan, mahallaga pochtachi kelardi. Ro'yxat bo'yicha pensionerlarni chaqirardi yoki uyma-uy yurib pul tarqatardi. Ayrim joylarda odamlar pochta bo'limiga borib, navbat kutib, imzo qo'yib pensiyasini qo'lga olardi. Bu usulning qulay tomoni shundaki, odam pulni qo'lga olardi va kartadan foydalanishni bilmasa ham muammo bo'lmasdi. Lekin bu tizimda ham kamchiliklar ko'p edi. Pul kechikib kelishi mumkin edi. Pochtachi kelgan paytda pensioner uyda bo'lmasa, yana kutishga to'g'ri kelardi. Ayrim hollarda navbat, tushunmovchilik, hujjatdagi xatoliklar sabab odam vaqt yo'qotardi. Hozir esa pensiyalarni bank kartasiga o'tkazish kengayib bormoqda. Buning asosiy sababi shuki, karta orqali pul tezroq, aniqroq va nazoratliroq yetib boradi. Bank tizimi orqali pul tushgan vaqt ko'rinadi. SMS xabar keladi, ilova orqali balansni tekshirish mumkin. Bankomatdan naqd pul olish yoki do'konda karta orqali to'lash mumkin. Lekin shu bilan birga yangi muammolar ham paydo bo'ldi. Har bir pensioner ham bank kartasidan bemalol foydalana olmaydi. Kimdir pin kodini unutadi. Kimdir kartani farzandiga berib qo'yadi. Kimdir telefoniga kelgan SMS kodini begona odamga aytib yuboradi. Natijada pul xavf ostida qoladi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensionerning o'zi kartani olgan. Lekin uni ishlatishni bilmagani uchun kartani qo'shnisiga, qarindoshiga yoki farzandiga berib qo'ygan. Bu yerda niyat yaxshi bo'lishi mumkin, lekin xavf juda katta. Chunki karta kimning qo'lida bo'lsa, pulga amalda o'sha odam yaqin bo'ladi. Agar ishonchli odam bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Ammo kelishmovchilik chiqsa, pulni kim yechdi, qachon yechdi, nima uchun yechdi degan savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiya kartasi oddiy plastik emas. Bu odamning oylik daromadi, tirikchiligi va huquqidir. Eng avvalo, pensiyasini kartaga oladigan odam bilishi kerak bo'lgan birinchi narsa shuki, karta egasi o'z kartasi PIN kodi, telefon raqami va bank ilovasi uchun shaxsan javobgar bo'ladi. Bank kartani sizning nomingizga beradi. Pul ham sizning nomingizga tushadi. Shuning uchun kartani boshqa odamga berish, PIN kodni yozib cho'ntakka solib yurish, SMS kodni aytish, telefonni nazoratsiz qoldirish juda katta xato. Misol keltiraman. Bir onaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kartadan foydalanishni bilmagani uchun kartani nabirasiga beradi. Nabira har oy bankomatdan pul yechib beradi. Birinchi oy hammasi yaxshi, ikkinchi oy ham yaxshi, uchinchi oy esa onaxon kartasida pul kamligini sezadi. Bankdan tekshirilsa, pensiya tushgan kuni 1 million 200 ming so'm emas, avval 500 ming, keyin 300 ming, keyin yana 200 ming so'm yechilgan. Nabira buni qarzga oldim, keyin beraman deyishi mumkin. Lekin onaxon uchun bu pul to'g'ri. Oziq ovqat va kommunal to'lovlar uchun kerak edi. Mana shu yerda eng katta muammo boshlanadi. Karta ishonib topshirilgan, lekin nazorat yo'q. Ikkinchi muhim masala, kartaga pensiya tushmasa yoki kechiksa, darhol vahimaga tushmaslik kerak. Avvalo sababini aniqlash kerak. Ba'zan pensiya jamg'armasi tomonidan to'lov kunlari farq qilishi mumkin, ba'zan bank tizimida texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan kartaning muddati tugagan bo'ladi. Ba'zan pensionerning shaxsiy ma'lumotlarida o'zgarish bo'ladi. Masalan, pasport yoki ID karta almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Shunda tizim to'lovni ushlab turishi yoki qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Oddiy misol. Otaxonning kartasi 2024 yil dekabr oyigacha amal qilgan. U kartaning old tomondagi muddatga e'tibor bermagan. Yanvar oyida pensiya tushishi kerak.
lekin karta orqali puldan foydalana olmayapti. U buni pensiya to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida esa karta muddati tugagan. Bunday vaziyatda pensiya yo'qolib ketmaydi. Odatda bankka borib yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner yoki unga yordam beradigan farzand kartaning amal qilish muddatini oldindan tekshirib qo'yish kerak. Uchinchi masala telefon raqami. Hozir ko'p bank xizmatlari telefon raqamiga bog'langan. SMS xabarnoma, mobil ilova, tasdiqlash kodlari, tranzaksiya haqida ma'lumotlar aynan telefon raqamiga keladi. Agar pensionerning kartasiga boshqa odamning telefon raqami ulangan bo'lsa, bu juda xavfli. Chunki karta bo'yicha ko'plab amallarni o'sha raqam orqali nazorat qilish mumkin. Men maslahat beraman. Pensionerning o'z telefon raqami bo'lsin yoki juda ishonchli yaqin qarindosh raqami ulansin. Lekin bu masalada shaffoflik bo'lishi shart. Pensioner bilishi kerak, uning kartasiga qaysi raqam ulangan. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yoshi katta, yolg'iz yashaydigan, ko'rishi yoki eshitishi sust bo'lgan, telefon va bankomatdan foydalanishni bilmaydigan pensionerlar. Ikkinchi navbatda kartasini boshqa odamga berib qo'yganlar. Uchinchi navbatda yaqinda pasportini almashtirganlar, yashash manzilini o'zgartirganlar yoki bank kartasining muddati tugash arafasida bo'lganlar. To'rtinchi navbatda telefoniga noma'lum raqamlardan qo'ng'iroq bo'ladigan, bank nomidan gapiryapmiz deb SMS kod so'raydigan odamlarga duch kelganlar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, pensiya har oy odatdagidek tushayotgan bo'lsa, SMS xabarlar o'zingizning telefoningizga kelayotgan bo'lsa, PIN kodni hech kimga aytmagan bo'lsangiz, bankomatdan yoki bank kassasidan o'zingiz foydalanayotgan bo'lsangiz, demak holatingiz nisbatan tartibli. Lekin baribir hushyorlik kerak. Chunki bank kartasi bilan bog'liq xavflar ko'pincha bir kunda emas, odam beparvo bo'lgan paytda paydo bo'ladi. Yana bir hayotiy vaziyatni aytaman. Bir pensioner har oy 9 ming so'm pensiya oladi. U kartasini o'g'liga beradi, o'g'li pulni yechib beradi. Bir kuni pensioner do'kondan mahsulot olmoqchi bo'ladi. Kartada pul yo'q. O'g'li esa pulni avvaldan yechib, kommunal to'lovlarga to'ladim deydi. Balki bu yolg'on emasdir, lekin pensioner o'z pulining qayerga ketganini aniq bilmayapti. Agar har oy oddiy daftar yuritilsa, unda pensiya tushgan sana, yechilgan summa nimaga ishlatilgani yozib borilsa, tushunmovchilik kamayadi. Men buni juda foydali odat deb bilaman. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan holatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat shuki, pensioner pensiyasini kartaga olsa ham, ayrim hollarda bank kassasidan naqd pul olish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni karta bor degani faqat bankomatdan foydalanish kerak degani emas. Agar odam bankomatdan qo'rqsa, PIN kod kiritishda adashsa, ekran yozuvlarini tushunmasa, bank filialiga borib hujjati bilan yordam so'rashi mumkin. Bank xodimi tartib bo'yicha tushuntirib berish kerak. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'lish lozim. Hech qachon PIN kodni ovoz chiqarib aytmang. Hech kimga kartani uzoq muddatga berib qo'ymang. Ikkinchi nozik jihat qarz va undiruv masalasi. Ba'zi odamlar o'ylaydi, pensiya kartaga tushsa, unga hech kim tegmaydi. Aslida qonuniy asos bo'lsa, ayrim qarzdorliklar bo'yicha mablag'dan ushlab qolish masalalari yuzaga kelishi mumkin. Masalan, aliment, sud qarori, ijro hujjati yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'lsa, tegishli tartibda ushlab qolish bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu o'zboshimchalik bilan bo'lmasligi kerak. Agar kartangizdan tushunarsiz summa yechilgan bo'lsa, bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada pul qayerga ketgani ko'rinadi. Agar ijro organi orqali ushlangan bo'lsa, tegishli qaror yoki hujjatni so'rash kerak. Uchinchi muhim nuqta firibgarlar. Hozir eng ko'p uchraydigan xavf shu. Firibgar telefon qiladi va men bankdanman, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz tushmay qoladi. Hozir SMS kodni ayting deydi. Yoki sizga yordam puli chiqdi. Pensiyaga qo'shimcha pul beriladi. Karta raqamingizni va kodni yuboring deydi. Men buni qat'iy aytaman. Haqiqiy bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, PIN kod yoki kartaning to'liq maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, demak bu xavfli holat. Darhol telefonni o'chiring va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. To'rtinchi nozik jihat, karta yo'qolsa nima qilish kerakligi. Ko'pchilik karta yo'qolsa bir necha kun qidirib yuradi. Bu noto'g'ri. Agar karta yo'qolganini sezsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib, kartani bloklatish kerak. Keyin bank filialiga borib, yangi karta chiqarasiz.
Bu vaqt ichida pensiya pulingiz hisobda saqlanadi. Karta almashtirilgani uchun pul yo'qolib ketmaydi. Lekin karta yo'qolgan paytda pin kod ham yonida yozilgan bo'lsa, bu juda xavfli. Shuning uchun pin kodni hech qachon kartaning ustiga yozmang. Qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. 5-jihat. Bankomatdagi xatoliklar. Ba'zan odam pul yechmoqchi bo'ladi. Bankomat kartani yutib yuboradi yoki pul chiqmaydi. Lekin hisobdan yechilgandek ko'rinadi. Bunday vaziyatda asabiylashib ketmaslik kerak. Bankomat joylashgan manzilni, vaqtni, summani eslab qoling. Agar chek chiqsa, uni saqlang. Bankka murojaat qiling, ariza yozing. Bank tekshiruv o'tkazadi. Odatda bunday muammolar rasmiy tartibda hal qilinadi. Eng yomoni odam bankomat oldida turgan begona odamdan yordam so'rab, kartani uning qo'liga berib yuboradi. Bunday qilmang. 6-nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyingi holatlar. Bu mavzu og'ir, lekin aytish kerak. Pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish, ayniqsa keyingi davr uchun noto'g'ri tushgan to'lovlardan foydalanish jiddiy muammo keltirishi mumkin. Meros, dafn puli, oxirgi to'lovlar va boshqa masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Qarindoshlar o'zboshimchalik bilan karta orqali pul yechib, keyin muammoga duch kelmasligi kerak. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli idoraga murojaat qilib, tartibni aniqlash kerak. 7-jihat ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar kasal bo'lgani, yurishi qiyin bo'lgani yoki boshqa sabab bilan bankka bora olmaydi. Bunday paytda yaqin odam orqali ish qilish uchun qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Ishonchnoma bo'lsa, bank ham, boshqa idoralar ham vakilning huquqini aniq ko'radi. Bu oddiygina kartani qo'lga berib yuborishdan ancha xavfsiz. Chunki ishonchnomada kim, nima ishni, qaysi muddatda bajarishi yoziladi. Men ayniqsa yolg'iz yoki kasal pensionerlarga bu masalaga jiddiy qarashni maslahat beraman. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, kartangizni amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil ko'rsatilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, bank filialiga boring va yangi karta chiqarish tartibini so'rang. Buni oxirgi kungacha qoldirmang. Chunki pensiya tushadigan paytda karta ishlamay qolsa, ortiqcha yugur bo'ladi. Ikkinchi qadam, kartaga ulangan telefon raqamini aniqlang. Buning uchun bankka murojaat qiling yoki bank ilovasi bo'lsa, sozlamalardan tekshiring. Agar siz bilmagan raqam ulangan bo'lsa, darhol o'zgartiring. Telefon raqami sizning nazoratingizda bo'lishi kerak. Agar pensionerning o'zi telefondan foydalana olmasa, eng ishonchli farzand yoki vasiy bilan birga buni rasmiy va ochiq tarzda qiling. 3-qadam, bankdan hisob ko'chirmasini olishni o'rganing. Ko'chirma sizga pul qachon tushgani, qachon yechilgani, qayerda ishlatilgani haqida ma'lumot beradi. Agar har oy pul kamayotgandek tuyulsa, taxmin bilan gapirmang, ko'chirma oling. Masalan, pensiya 20 million 500 ming so'm tushgan bo'lsa, ko'chirmada shu summa ko'rinadi. Keyin 200 ming so'm bankomatdan yechilgan, 1000 ming so'm dorixonada to'langan, 300 ming so'm do'konda ishlatilgan bo'lsa, hammasi tartib bilan chiqadi. Shunda oilada ham tushunmovchilik kamayadi. 4-qadam. PIN kod va SMS kod bo'yicha qat'iy qoida belgilang. Men har bir pensionerga shunday deyman. PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodni hech kimga yubormang, telefon qilgan odamga ishonib karta ma'lumotini bermang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, jarayonni o'zingiz bilib turing. Karta orqali pul yechilsa, qancha yechildi, qachon yechildi, nima uchun yechildi, buni so'rash uyat emas. Bu sizning pulingiz. 5-qadam. Agar pensiya tushmasa, quyidagi tartibda harakat qiling. Avval bank balansini tekshiring. Keyin karta muddati tugamaganini ko'ring. Keyin SMS xabarlar kelayotganini tekshiring. Shundan keyin bankka murojaat qiling. Agar bank tomonidan muammo yo'q deyilsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank kartasi va telefoningizni olib boring. Murojaatda aniq yozing. Falon oy uchun pensiya kartaga tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. 6-qadam, karta yo'qolsa yoki telefoningizga shubhali xabar kelsa, kutmang. Bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Rasmiy raqamni internetdagi tasodifiy sahifadan emas, bank kartasi orqasidagi raqamdan, bankning rasmiy saytidan yoki filialdan oling. Agar firibgarga kod aytib qo'ygan bo'lsangiz, ham darhol bankka xabar bering. Vaqt bu yerda juda muhim. Bir necha daqiqada pul boshqa hisobga o'tib ketishi mumkin.
7-chi qadam oilada pensiya kartasi bo'yicha ochiq kelishuv qiling. Agar farzand yoki nabira yordam bersa, bu juda yaxshi. Lekin har oy pensionerga tushuntirib berish kerak. Mana shuncha pul tushdi, shuncha naqd oldik, shuncha dori oldik, shuncha oziq-ovqatga ketdi, shuncha qoldi. Buni oddiy daftar yoki telefon yozuvida yuritish mumkin. Bu ishonchni mustahkamlaydi. Chunki pul masalasida aniq hisob bo'lmasa, eng yaqin odamlar orasida ham ranjish chiqishi mumkin. 8-chi qadam yurishi qiyin bo'lgan pensionerlar uchun qonuniy yo'lni tanlang. Agar odam bankka bora olmasa, mahalla, notarius, pensiya jamg'armasi yoki bankdan qanday tartib borligini so'rang. Kerak bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiring. Hamma ishni og'zaki kelishuv bilan emas, hujjat bilan qiling. Bu pensionerni ham, yordam berayotgan qarindoshni ham himoya qiladi. 9-chi qadam kartadan foydalanishni asta-sekin o'rganing. Bankomatda balans ko'rish, pul yechish, chek olish, karta orqali to'lash kabi oddiy amallarni ishonchli odam yoningizda turganda bir necha marta mashq qiling. Lekin mashq qilayotganda ham PIN kodni o'zingiz kiriting. Agar ko'rishingiz sust bo'lsa, bank kassasidan foydalanish siz uchun qulayroq bo'lishi mumkin. Muhimi, o'zingizni qiynamang, lekin butunlay bexabar ham qolmang. 10-chi qadam har oy pensiya tushadigan davrda telefoningizni va kartangizni tekshirib turing. Pul tushganini ko'rganingizdan keyin darhol hammasini yechib olish shart emas. Agar naqd pul kerak bo'lsa, kerakli qismini oling. Qolganini kartada qoldirish mumkin, lekin karta xavfsiz bo'lishi kerak. Agar uyda karta qayerda turganini ko'pchilik bilsa, PIN kod yonida bo'lsa, bu xavfli. Kartam hujjatdek ehtiyot qilinadi. Azizlar, pensiyani kartaga olishning yaxshi tomonlari ko'p. Pul tez tushadi, hisob aniq ko'rinadi. Do'konda to'lash osonlashadi. Bank orqali nazorat qilish mumkin. Lekin bu qulaylik bilan birga mas'uliyat ham keladi. Karta, PIN kod, SMS kod, telefon raqami va hujjatlar xavfsiz bo'lsa, muammo kamayadi. Agar beparvolik bo'lsa, firibgarlar, tushunmovchiliklar va kechikishlar odamni qiynab qo'yadi. Men sizga ekspert sifatida eng muhim gapni yana bir bor aytaman. Pensiya kartangizni oddiy plastik deb qaramang. Bu sizning oylik daromadingiz va huquqingiz. Kartani nazorat qiling, telefon raqamini tekshiring, muddatini biling, tushunarsiz yechimlar bo'lsa ko'chirma oling. Firibgarlarga kod aytmang va muammo bo'lsa rasmiy idoralarga murojaat qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olayotgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda pensiya vaqti tushyaptimi? Karta bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Bankomatdan foydalanish qiyinmi yoki qulaymi? Tajribangiz boshqa odamlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pensiyasini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.